Yuqori maoshlar, erkin grafik va uydan turib ishlash. Dasturlashni ko'pchilik shu tarzda tasavvur qiladi, lekin bu yo'lgacha bo'lgan mashaqqatlarni o'zlari bilishmaydi. Ko'pchilikda qayerdan boshlash bo'yicha tasavvur bo'lmaydi va noto'g'ri yo'ldan boshlab qo'yishadi va shu sababdan ko'p vaqt yo'qotib qo'yishlari mumkin. Ko'p vaqtini dasturlashni o'zi o'rganishga sarflagan va xuddi shu yo'lni bosib o'tgan dasturchi sifatida hozir sizlarga 5 ta eng muhim qadamni maslahat bermoqchiman. Bu qadamlar orqali siz 2025-yilda dasturlashni tezroq va osonroq o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi qadamimiz nima bo'lishi kerak? Bu yo'nalish va dasturlash tillarini tanlash bo'lishi kerak. Eng birinchi bo'lib siz o'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak. Men ko'proq nimaga qiziqaman? Qiziqishim asosan nimaga? Backendgami, frontendgami, mobilegami, desktop dasturlar yaratishgami? Shu narsalar bo'yicha o'zingizga aniq, o'zingizga yoqadigan narsalarni bilib olishingiz kerak. Bu narsalarni bilish uchun men maslahat beraman. Iloji boricha ko'proq research qiling, har xil maqolalar o'qing, YouTubedan videolar ko'ring. Frontend dasturlash o'zi nima, backend dasturlash nima? Shu narsalarni iloji boricha chuqurroq o'rganib chiqishga harakat qiling. Va o'rgangandan keyin o'zingiz yoqtirgan va bozorda ozroq analiz qilib, shu bo'yicha dasturlash tilini tanlashga harakat qiling. Ya'ni analiz qilasiz bozorda, ko'rasiz frontendda nima qilishimiz mumkin? Frontendda shu veb sahifalarni, interaktiv harakatlarini, boshqa narsalarini, UI qismini yasab chiqishimiz mumkin. Shu narsalar menga yoqadimi degan savol berasiz va ozroq sinab ko'rasiz bu narsani. Agar yoqsa, siz kerakli tilni tanlaysiz. Misol uchun frontendga asosan JavaScript ishlatiladi va HTML, CSSlar shu narsalar ishlatiladi va JavaScriptni o'rganib olgandan keyin keyinchalik React, Vue, Next yoki Angular shunga o'xshagan narsalarni ishlatib bu yo'ldan ketsak bo'ladi. Shu narsalarni tanlab olishingiz kerak. Ya'ni front tanladingizmi? Dasturlash tili iloji boricha JavaScript bo'lishga harakat qiling. Yoki siz backend tanladingiz. Backendda juda ham keng imkoniyatlar bor. Siz juda ko'p dasturlash tili, deyarli hamma dasturlash tillari orqali backend yozsangiz bo'ladi. Backend tanladingiz va o'zingiz ko'ryapsiz, O'zbekiston bozorida qolmoqchimisiz? O'zbekiston bozorida deylik, Node.js ga talab ko'p, C# ga talab ko'p, PHP ga, Java ga talab ko'p va o'zingiz o'rganishga ma'qul deb topgan, iloji boricha do'stlaringiz, atrofingizdagi tajribali dasturchilar biladigan tildan boshlasangiz bo'ladi. Chunki bitta asoslarni o'rganib olganingizdan keyin keyingi tilga o'tish yoki boshqa narsa qiyin bo'lmaydi. Lekin oldindan yaxshilab o'ylab tanlab olishda maslahat beraman. Agar o'zingiz kerakli tilni tanlab olsangiz, hamma tilda xohlagan narsangizni qila olsangiz bo'ladi. Faqat tillar nima uchun kerak? Qaysidir til nimadir uchun, qaysidir narsa uchun, misol uchun AI uchun bitta til optimal bo'lsa, boshqa juda ham fast searchlarga, ya'ni tezkor qidiruv, shunga o'xshash narsalar uchun boshqa til qulay bo'lishi mumkin. Deylik, web uchun bu til qulay bo'lishi mumkin. Shu o'zini yutuq tomonlari bor, lekin hamma til o'ziga yarasha pluslari, minuslari bo'ladi albatta. Va deylik, mobile yoqadi sizga. Mobile nimaligini o'rganib chiqasiz, shu mobilni nimalar qilish mumkinligini bilasiz. Shunga qarab tanlaysiz. Men bittada Android, iOSga dastur yasamoqchimanmi yoki alohida qilmoqchimanmi deysiz. Agar bittada qilmoqchi bo'lsangiz, sizga har xil variantlar bor. Misol uchun Flutter bor, React Native bor. Shunga o'xshash variantlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shuni research qilib ozroq o'rganib chiqsangiz bo'ladi shu tillarni. Ya'ni shunda ishlatiladigan tillarni. Va native yozmoqchi bo'lsangiz yoki Android noziga, iOS noziga yozmoqchi bo'lsangiz, Swift, Kotlin shulardan foydalansangiz bo'ladi. Shularni o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Albatta bu alohida kutubxonalar, bular tagida tillar ham yotadi. Shunga qarab til o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yo'nalish tanlash va dasturlash tilini tanlashga shu narsalarga e'tibor bersangiz zarar qilmaydi. Sizdagi ikkinchi etap asoslarni o'rganish bo'lsin. Ya'ni dasturlash asoslarini, kompyuter asoslarini va algoritmlar, data structures, ya'ni ma'lumot tuzilmalarini o'rganib chiqing. Qanaqa algoritmlar eng ko'p ishlatiladigan algoritmlar, qanaqa ma'lumotlar tuzilmalari bor. Shu narsalarni o'rganib chiqing va iloji boricha ko'proq dasturlash tilini o'rgangandan keyin iloji boricha ko'proq lead code, shunga o'xshagan joylarda masalalar ishlashga va o'zingizni problem solving skillingizni rivojlantirishga harakat qiling. Bu narsani keyinroq ham gaplashamiz, lekin shu ikkinchi asoslarni o'rganish davomida sizga har xil manbalar yordam berishi mumkin. Misol uchun Harvardni CS50 degan kursi bor, ya'ni CS50. Bu juda ham zo'r asoslar, zo'r yoritib berilgan kurs. Shu kurslarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi yoki ko'p saytlar bor, FreeCodeCamp bor yoki shunga o'xshagan Udemy'da ham tekin kurslar bor asoslar bo'yicha. Shu joylardan o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Asoslarni o'rganishni maslahat beraman shu ikkinchi etapda. Endi uchinchi qadamga kelganda siz ko'proq real loyihalar bilan ishlashga e'tibor qarating. Ya'ni sizda уже tajriba bor, kod yozishni bilasiz, asoslarni o'rganib oldingiz, qo'lingizdan bir nimalar kelyapti, lead code boshqa narsalardan yozib chiqyapsiz, ya'ni misollar ishlayapsiz. Siz real loyihalar yasashga e'tibor qarating. Loyihalaringiz iloji bo'lsa haqiqiy, realniy problemalarni hal qiladigan loyihalar bo'lsin. Oddiy to-do list yoki hamma ishlatadigan e-commerce saytlar bo'lib qolmasin. O'ylab chiqing. Hozirgi zamonda, hozirgi joyda nima muhim bugungi zamonimizda? Nima loyiha qilsam buni odamlar ishlata oladi degan savolni o'zingizga bering va shu loyiha bo'yicha o'zingiz har xil research qilib o'rganib
shu loyihani qurish davomida ham o'rganib ketsangiz eng effektiv yo'llardan biri bo'ladi bu. Ya'ni siz savol beryapsiz, bugun nima qilsam foydali odamlarga ancha foydasi tegadigan loyiha qila olaman. Misol uchun, odamlar ingliz tilini o'rganadi. Ingliz tilini o'rganish uchun nima qilish mumkin? Ingliz tilini o'rganish uchun har xil application yasab qo'yishingiz mumkin. Uning ichida speaking kartlar bo'ladi. Ya'ni xuddi IELTS ga o'xshagan part 1, part 2, part 3 shunaqa speakinglar bo'ladi. Shu speakinglar siz zamonaviy qilib, AI integratsiya qilib yasasangiz bo'ladi. Hozir AI integratsiya qilish juda ham oson. Buning uchun alohida ko'p tajriba talab etilmaydi. Siz ozgina tajribadan ham bu narsalarni qilsangiz bo'ladi va har xil dokumentatsiyalar, maqolalar, boshqa narsalar to'lib yotibdi bu narsalar bo'yicha, integratsiya qilish bo'yicha. Shu narsani shunaqa iloji boricha ko'rsatganda odamlar wow deydigan app yasashga harakat qiling. Ya'ni speakingga kirdi, part 1 ga kirdi va birga bir gaplashib o'tiribdi. Ya'ni gaplashyapsiz speaking part 1 da va AI sizga savollar beryapti, gaplashyapsiz, savol beryapti. Oxirida review chiqarib beryapti. Bu app hamma qiladigan to-do list yoki qanaqadir e-commerce ga o'xshagan app emas. Oxirida sizni portfolioingizni juda ham zo'r qilib bezab beradigan va qolgan kandidatlardan yaxshigina ajratib turadigan loyiha bo'ladi bu siz uchun va iloji boricha GitHubda open sourcelar bilan ishlab, open sourcelarni contribute qilishga, open sourcelarga ya'ni hissa qo'shishga harakat qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham ish topishda ham, o'zingizni dasturlash o'rganishingizda ham muhim qadamlardan biri hisoblanadi va asoslari deganda undan oldingi qismda Gitlarni o'rganishni tashlab ketibman. Shu asoslarda Git bilan ishlashni yaxshigina o'rganib olishingiz kerak, chunki faoliyatingiz davomida eng ko'p kerak bo'ladigan narsa jamoa bilan ishlayapsizmi, o'zingiz ishlayapsizmi, Git bo'ladi. Eng ko'p kerak bo'ladigan narsalardan biri bu. Albatta Git bilan ishlashni ham o'rganib chiqing. 3-qadamimizda real loyihalar bilan ishlagandan keyin keyingi qadamimizga o'tamiz. 4-qadamda endi siz dasturchi kabi fikrlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu nisbatan abstrakt narsa, ya'ni siz birdaniga dasturchi kabi fikrlab keta olmaysiz albatta. Buni tajribadan kelib chiqadi bu narsa. Siz iloji boricha oldinroq aytganimdek LeetCode, Codeverse yoki HackerRank kabi platformalarga kirib, har xil real muammolarni yechishga harakat qilishingiz kerak. Bu sizni o'ylashingizni, fikrlashingizni, mantiqiy yondashishingizni misollarga kuchaytirib beradi va har bitta misol yechib turgandan avval o'zingizga savol berishingiz kerak. Bu bunaqa bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ya'ni misol shunaqa holatlarda nima qilishim kerak? Shu narsalarda iloji boricha ko'proq savol berib, o'zingiz bilan o'zingiz qanaqadir gaplashib, muammoni yechishga harakat qilsangiz, bu narsa albatta oshadi. Mantiqiy fikrlashingiz ham dasturchi kabi, ya'ni critical thinking shunaqa narsalar oshadi va o'zingiz ham kommunikatsiya skillarini, do'stlar bilan gaplashib ko'ring, boshqalar bilan gaplashib, kommunikatsiya skillarini rivojlantirishga harakat qiling. Dasturchi uchun kommunikatsiya skillari juda muhim, chunki shaxsan o'zim kuniga 3-4 soatlab mitinglarda boshqa kollegalarim, dasturchi hamkasblarim bilan gaplashib turadigan kunlarim bo'ladi. Ya'ni bir kun davomida shuncha vaqtim faqat mitingga ketib qolishi mumkin. Kod yozishga vaqt kam qoladi shunda. Shu uchun communication skill, ya'ni gaplasha olish, shunaqa skilllar muhim hisoblanadi. Bunga ham alohida e'tibor qaratish kerak. 5-qadamda biz intervyularga tayyorlanishimiz kerak, to'g'ri CV yasashimiz kerak. Buni keyingi videoyimizda ham aytib o'tamiz alohida qilib va bu etapda siz intervyularga iloji boricha yaxshigina yondashishingiz kerak bo'ladi. Doimiy dasturlashni o'rganishni boshlashingizdan boshlab siz intervyularga tayyorlanib ketishga harakat qiling. JavaScript o'rganyapsizmi? JavaScript bo'yicha eng ko'p so'raladigan savollar, shu narsalarni o'rganib, shu narsalar bo'yicha tadqiqot qilib chiqib, iloji boricha do'stlaringiz bilan tayyorlanishga ham harakat qiling va communitylardan savollar so'rang, boshqa narsalar qiling. Telegramda, har xil Discordda, shunaqa joylarda dasturchilar communitysi juda ham ko'p. Shulardan odam topsangiz ham bo'ladi, kim men bilan texnik intervyu qila oladi, kim o'rganishimga yordam bera oladi deb so'rasangiz, albatta chiqadi. Buni birdaniga o'zingizdan o'zingiz yozmang. Iloji boricha men shunaqa etapdaman, dasturlashni o'rganyapman, menga yordam kerak bo'lyapti, texnik intervyu topshirishimga shunaqa tajribalarim bor, shunaqa loyihalarim bor deb zo'r qilib yozsangiz, iloji boricha communitydagilar yordam berishga harakat qiladi. Agar kim menga yordam beradi deb sразу yozib yuborsangiz, albatta hech kim yordam bergisi kelmaydi. Shu sababdan iloji boricha shu joyda ham kommunikatsiya, ya'ni gaplasha olish qobiliyatingiz muhim hisoblanadi va texnik intervyularga tayyorlanish davomida CV'ingizni ham, ya'ni rezyumengizni ham zo'r qilib yozib ketishga harakat qiling. Rezyumengizni doimiy yangilab turishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va siz yangi tajribasiz dasturchi sifatida iloji boricha qilgan real loyihalaringizni CV'ingizga kiritib, nima texnologiyalar ishlatgansiz, qanaqa loyihalar yasagansiz va loyihalaringizda yuzerlar bormi yo'qmi, shu narsalarni ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni loyihangiz deploy qilinganmi, iloji boricha deploy qilib, linkini ko'rsatib, zo'r qilib previewlar qilib berishingiz kerak CV'ingizda. Bu narsa sizni boshqa dasturchilarga nisbatan, ya'ni kandidatingizni teparoqqa ko'tarishga yordam beradi va yana bir muhim tomonlardan biri, siz iloji boricha dasturlashni o'rganish davomida o'zingizni startapingizni qurib ketsangiz ham bo'ladi va shuni ishga topshirish davomida skill, ya'ni tajriba sifatida berib keting. Siz qanaqadir oldinroq aytyapman, ingliz tili o'rganish bo'yicha kart, ya'ni speaking kart bo'yicha dastur yasayapsiz va shuni 5 oy davomida quryapman, hozir ham quryapman deb ketib, qanaqadir 5 oy skill qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingizni proyektingizni linkini berib, shu proyektda shunaqa bo'lib ishlayman.
o'zim ham founder, ham dasturchi bo'lib ishlayman deb berib ketsangiz, albatta sizni qolgan to-do list, e-commerce bir nima proyektlar yasagan dasturchilarga nisbatan kandidatingizni ancha yuqoriga qo'yishadi. Shunaqa maslahatlarga amal qilsangiz, bu dasturlashni o'rganish, ish topish, boshqa narsalar nisbatan osonroq bo'ladi. Albatta bu o'zimning shaxsiy fikrlarim, bu umumiy qilib aytilgan narsalar, lekin shu fikrlar eng keng qo'llaniladigan o'zimning tajribamdan o'tgan narsalar hisoblanadi. Agar bu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va do'stlar bilan ulashishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'z fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yishni unutmanglar. Albatta ko'rib chiqamiz kommentariyalarni.